likvidasiya degani yil bo'yi yaxshi zo'r narxda sotilgan 100 dona 50 dona qolganini o'zini narxidan ham arzon sotsa likvidasiya deb aytiladi. Ya'ni siz shurada 4-5 bilan tanishtiramiz. 11 3,5 6 metr poltena shifra ishlatiladi. O'zini saltib turgan narxi 93 ming so'm, likvidasiya narxi 85 ming so'm. Keyingi mahsulotimiz 10 3,5 6 metr. Bom poltena shifra liboy narsaga bo'ladi. 100% sasla qurgan 77 ming so'm sotib turgan narxi, hozir likvidasiya narxi 70 ming so'm. Keyingi mahsulotimiz 14 3 6 metr. 100% sasna pola ishlatiladi. O'zining narxi 100 ming so'mdan sotilgan, likvidasiya narxi 90 ming so'm. Keyingi mahsulotimiz 14 3,5 6 metr. Shifra Navisa ishlatiladi 6 metrlik. Sotib turgan bahosi 115 ming so'm, likvidasiya narxi 100 ming so'm bo'ldi. Keyingi mahsulotimiz 11 33 6 metr. 100% kuru, 100% sasna shifra ishlatiladi. 80 ming so'mdan sotilgan, hozirgi likvidasiya narxi 70 ming so'm. Keyingi mahsulotimiz 9 3,5 6 metr. Bom sasna shifra ishlatiladi. 65 ming so'mdan sotilgan, hozir likvidasiya narxi 60 ming so'm.